Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Bizning bugungi videomiz mashhur mimoza salatini tayyorlash bo'ladi. Mimoza salati bayram dasturxoni uchun tayyorlanadi. Uning nomi ustidagi tuxum sarig'i mimoza guliga o'xshash bo'lgani uchun shunday nom berilgan. Asosiy tarkibiy qismida qaynatilgan kartoshka, sabzi, lavlagi, turdonadan har biri, qaynatilgan tuxum 6 dona, oq va sarig'i alohida qirg'ichdan o'tkaziladi. Konserva balig'i, tuz, murch hamda mayonez. Mahsulotlar qirg'ichdan o'tkazilgach, qatlam qilib qo'yiladi. Birinchi kartoshka, ikkinchi mayonez, uchinchi lavlagi, to'rtinchi mayonez, beshinchi konserva balig'i, oltinchi mayonez, yettinchi sabzi, yana mayonez, tuxum sarig'i yoki tuxum oqi, ustidan mayonez, ustiga tuxum sarig'i sepiladi. Mimoza salatining foydali xususiyatlari shundaki, uning tarkibidagi baliqda omega 3 yog' kislotalariga boy, yurak va miya faoliyatini quvvatlaydi. Tuxum esa oqsil manbai, immunni mustahkamlaydi. Sabzi A vitaminiga boy, kartoshka esa energiya beradi. Allergiyasi borlar tuxum va baliqdan ehtiyot bo'lishlari zarur. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu biz uchun juda muhim hisoblanadi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.